Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan do'st bo'ladi Halimardon. Bugundan boshlab React.js'ga bag'ishlangan darslarimizni boshlab olamiz. Bugun birinchi dars React.js'ga kirish va White haqida o'rganamiz. React.js nima? Bu foydalanuvchi interfeyslari UI yaratish uchun Facebook tomonidan ishlab chiqarilgan ochiq kodli kutubxona hisoblanadi. React bu Lego konstruktoriga o'xshaydi. Katta binoni ko'p kichik mustaqil bloklardan, komponentlardan yasaymiz. Ma'lumotni o'zgarganda sahifa to'liq qayta yuklanmaydi, faqat kerakli qismlari yangilanadi. Ya'ni bizda saytimizni har bir qismi alohida Lego deyapmiz. U bizga komponent deyiladi. O'sha komponentlardan iborat bo'ladi. Va sayt yuklangan paytda hammasi yuklanmaydi, faqat kerakli qismlari yuklanadi. Masalan, mana bu bizda bir komponent hisoblanadi, ya'ni menyu. Men masalan React.js mana bu ichki sahifasidan bunisiga o'tyapman, lekin mana bu o'zgarmayapti. Sababi bu alohida hisoblanadi. Mana bu yuqori qismlari ham xuddi shunaqa. React'dan bizga sahifa to'liq yangilanmaydi, faqat kerakli qismlari yangilanadi. White nima? White bu React loyihalarini yaratish va rivojlantirish uchun eng zamonaviy va eng tez dastlabki vosita hisoblanadi. Ya'ni bizga dastlabki kodlarni yozib olish uchun ishlatiladigan White. Endi loyiha yaratib ko'ramiz. Loyiha React loyiha papkamizda doim kichik harflarda yozilishi kerak. Bittadan ortiq so'z bo'lsa, chiziqcha bilan ajratib yozishimiz kerak. Masalan, web dunyosi bizda kichkina bo'ladi, agar shop ham bo'lsa, orasiga chiziqcha bilan ajratib yozamiz. React loyihani dastlabki papkalarini o'rnatish uchun bizga npm create whitelist kerak. Bu white'ni o'rnatish, terminalga yozib o'rnatiladi bu. Birinchi papka sazdat qilib olamiz. Sazdat papka. Masalan, React deb kichik harfda yozyapman. Katta harfda yozilmaydi, doim hammasi kichik harfda yoziladi. Va ochib olamiz. Va terminalga kiraman. Git bashda ochib olaman. Va quyidagi buyruq yozishimiz kerak. npm create white kichikcha va test. Bu yuklaydi va papka nomiga nuqta qo'yib enter bosamiz. Bu o'zimiz yaratgan papkaning ichini tanlab beradi. Keyin frameworklardan qaysini tanlashni so'rayapti. Biz React'ni tanlaymiz. Keyin dastlabki dasturlash tillarini qaysini tanlashni so'rayapti. Biz JavaScript tanlaymiz. Bu bizga muhim emas, uchun non bosib ketaveramiz va o'rnatishni so'rayapti. Bu npm install bilan qilinardi bu. Yanada qulaylashtirib bizga birdaniga o'rnatishni aytib ketyapti. Oldin mana npm install qilib alohida yozilardi. Burga yozib ketamiz. Kerakli kutubxonalarni o'rnatib beradi. Yes ni tanlaymiz. Bu kerakli kutubxonalarni o'rnatib beradi. Keyin test bosdik. Kerakli kutubxonalarni o'rnatib beryapti. Va keyin bizga npm run dev
buyrug'i kerak bo'ladi. Bu saytni localhostda ochib beradi. Hozirda esa bu avtomatik bizga localhost ham buyrug'ini bajarib ketyapti. Mana bu npm run deb qilish shart bo'lmayapti endi. Bu endi qaytadan ochmoqchi bo'lsanglar ishlatasizlar, bo'lmasa o'zi avtomatik ochib beradi. Va O plus enter deb bosamiz. Bu O plus enter bu brauzer oynasida ochib beradi. O enter. Mana bizda React'imiz ochildi. Xo'p, bizning birinchi React saytimiz mana ochildi. Xo'sh, endi bizga quyidagi extensionlar kerak bo'ladi. React.js va ECMAScript, React Redux, React Native. Hop, mana shularni o'rnatib olasizlar. Hop, endi React'da asosiy ishlar bizda fayllar strukturasi bilan bo'ladi. Mana shu fayllar strukturasini har dars qanday nomlanishini chuqurroq o'rganib boramiz. Hozir umumiy qilib tushuntirib ketaman. Bizda doim srk papkasini ichiga yoziladi. Bu HTML CSS da yozayotgan paytlari xuddi papkaning nomiga o'xshaydi. Ya'ni bu asosiy papkaga o'xshab qoladi. Qolgan narsa hammasi ichida yoziladi. Endi bizda mana bu keraksiz papkalarni soddalashtirib olsak bo'ladi. Buni ham bu yerga qo'shib ketaman. Mana shundan keyin qo'shib ketaylik. Xo'p, bizda kerak bo'lmaydi assets, app css, app jsx ichini tozalab olamizda. rfc deb buyruqni ishga tushiramiz. Bu bizga React'da dastlabki kodni yozib beradi. Va buni uchun ham o'chiramiz. Va main jsx ni shu holatda qoldiramiz. Shu bizning dastlabki holati ekan. Hop, biz asosan Tailwinddan foydalanamiz. Shuning uchun hozir Tailwind o'rnatishni ham ko'rsatib ketaman. Keraksiz papka va fayllarni o'chirib olamiz. Xo'p, endi buni yuqoriga qo'yib qo'ygan ekan. H3 kerakli extensionlarni yuklab olamiz. Xo'p, fayllar strukturasi shular. Bu hozircha birdaniga
kerak bo'larmikan sizlarga? Hop, bir ketishlari uchun components bizada qayta ishlanadigan UI qismlar, pages sahifalar, layout design qismi, hooks bizada React'da hooklar bilan ishlaydi asosan. Bu React funksiyalari custom hooklar, ya'ni o'zimiz nomlaydigan hooklarimiz mana shuning ichida bo'ladi. Hop, context global state'lar, state nimaligi haqida gaplashamiz. Services bu IP manzillar, ya'ni backendda linklari qo'yiladi va ko'p joylarga ishlatishga yordam beradi. Qayta yozib o'tmaymiz. Hop, endi React.js'ga Tailwind CSS'ni ulab olamiz. tailwindcss.com get started. Bu yerda using white'dan npm install qilamiz. Hop, yangi git bash ochaman. O'rnataveradi. Hop, keyin bizga kerak bo'ladi import. Bu white config.js degan papkamiz ichiga yoziladi. Mana bu. Mana shu import tepasidan tashlaymiz va plugins ichiga Tailwind CSS deb chaqirib qo'yamiz. Bo'ldi, ishga tushdi. Hop, yana import Tailwind CSS degan qismini olib CSS index CSS ichiga tashlaymiz. Hop, endi bu yerda place'dan o'tib scriptni ham olamiz va buni indexda pastidan tashlab olaman. Bo'ldi, bizada Tailwind ulandi. Hop, endi kichik loyiha qilib ko'ramiz. Hop, hozirgi holatini tekshirib olaman. Mana app bizada kichik harfda bo'lib qoldi. Ya'ni kichkina bo'lib qoldi. Sababi Tailwind dastlabki stilni olib tashladi. Hop, ortiqcha joylarni olib tashladik. Hop, loyihani mana bu portfolio saytini mana shu qismini qilamiz. Hop, bu yerga amaliy loyiha, ya'ni amaliyotda qanday ishlatishimiz haqida. Xo'p, foydalanuvchi o'zini tanishtirish kerak emas. Bo'ldi, tushunarli. Mana shu joyni qilishimiz kerak ekan. Xo'p, bizga kerak bo'ladi topper.
.jsx pages kerak bo'lmaydi. Va kerak bo'ladi header. Mana bunday qilaylik. Mana va header jsx va endi shularni yaratib olamiz. Hop, komponent ichida asosan mana shunday har bitta sectionda yoziladi. Bu yerga topbar.jsx dastlabki kodda yoza olamiz, rfc deb. Keyin header.jsx bunga dastlabki koddan yoza olamiz. Hop, bo'ldi. Shu holatni tashlab olaman. Xo'sh, endi bizga kerak bo'ladi header. Mana tayyor kodlarimni tashlab olaylik. Tushuntiraman. Topar va tabdan qilamiz. Hop, app'ga hali chaqirilmagan ekan. App'ga chaqirib olamiz. Mana hop, rasmlar hali yuklanmagan ekan. Rasmlarni yuklab olamiz. Bizga kerak bo'ladi mana bu logo va o'rtada joylashgan avatar kerak bo'ladi. Hop, rasmlar doim bizada public papkani ichiga yuklanadi. Hop, buni olaman. Va public ichiga tashlayman. F2 bosib logo deb qo'yaman. Hop, endi tekshirib olamiz yo'naltirishini. Hop, bu yerda svg ekan. Page qo'yaman. Hop, class width full berib qo'yaman. To'liq egallasin, o'tasin, chiqib ketib qolmasin. Keyin height beraman. 32 bersam katta ketar ekan. 20 bersam 18 bersam 16. Hop, bittasi kerak emas. Ikkita olib tashlayman. Mana bo'ldi, joylashdi. Endi avatarda ham olamiz. Orqa foni bilan birga olmoqchi bo'lsak, yoqib olamiz. Zip bo'lib tushadi. Bunda esa orqa foni bo'lmaydi. Hop, buning uchun zipni ochamiz.
va ekranimizni biron qismiga tashlab olamiz. SVG yoki PNG holatini. Endi buni olib shu public ichiga joylashtirib olaman. Modulus ochilib ketdi. Olib buni ichiga tashlaymiz. Fontini nollab qo'yaman. Headerga va imagega qaraymiz. Avatar SVG turgan ekan, buni header SVG qilib qo'yaman. Hop, bularni endi yuqoriga qo'yishib qo'yamiz. Sizlar ham sinab ko'rishlari uchun. Hop, nima uchun bunday qildim? Birinchi mana shunday sinab ko'ringlar-da, keyin bir tushunib olinglar nima yozilayotganini. Mana bu yerga yozib ketaman. Qaysi papkaligini yoki o'zlaringiz nimadan qarab bilsangiz bo'ladi. Mana bu yerdagi komponentasining nomida headermi, headercha yozar ekan. Qilib ketaman. Header JSX shartimiz keyin topar, o'zi birinchi topar yozilishi kerak. Store'lab olamiz. Topar .jsx hop, divider berib qo'ydik. Şurada. Mana bu yerga RFC anonsini yozib qo'yaman. Fayl strukturasi. Hop, bu apt asosan komponentlar chaqiriladi. Nokta JSX böyle. Hop, maillar asosan doim bir xil bo'ladi, bularga emas. Index.js ichiga Tailwind link ulanadi, uni tushundik. Agar link to'lamasanglar, Tailwindlaringiz avtomatik chiqmaydi. Shuning uchun har bir etapda ketma-ket qilinglar. Xo'p, bo'ldi. Biz mana bitta loyiha qilib ko'rdik. Hop, endi bu qanday ishladi? Bizda header masalan komponent yaratildi, ichiga yozish oddiy. Xuddi mana bu div ichiga yozib ketaverasizlar, pluginsday ma'lumotlarni yozib. Shunday. Faqat mana bu div yonida yana div ochib ketmaydi, bu xatolik qaytaradi. Topparam xuddi shunday RFC deb olasizlar. Dastlab kodni. Keyin buni ichiga ham toppar va boshqa narsa yoziladi. Apt ichiga ham xuddi shunday RFC deb olasizlar. Ichidagi elementlarni chaqirasizlar. Hozir apt turibdi. Boshqa komponentlarni chaqirish uchun men katta belgisi top bar deb yozaman. Chiqadi, enter bosaman va men slash bilan yopib qo'yaman. Top bar chiqdi. Keyingisi header
Dealer JSX talayman. Hop, bu ham chiqdi. Mana shunday ishlaydi. Xo'p, bugungi vazifa mana shu saytni tugmani oxirigacha tugatib qo'yish. O'sha bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.